Payg'ambar alayhissalom aytadilarki, ey Jabroil, jahannamni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Meni ummatimdan ham jahannamga kiradiganlari bormi dedilar. Shunda Jabroil alayhissalom yig'lab jim turar ekanlar. Payg'ambar alayhissalomdan hayo qilib, Rasulullohning hurmatidan indamay turar ekan. Rasululloh ikkinchi marta so'rar ekan, ey Jibril, mana shu siz aytayotgan 3000 yil qizdirilgan jahannamga, do'zaxga meni ummatimdan ham kiradiganlari bormi? Jabroil alayhissalom lom mim demay jim turar ekanlar. Qani, ha ham demay, yo'q ham demay. Rasulullohning hurmatidan, Rasulullohning aliga ko'ngillarini ayab, Payg'ambar alayhissalom 3-marta so'radilar, ey do'stim Jibril, mana shu siz ko'rib rangingiz oqarib ketgan, hattoki farishta bo'lib turib qo'rqyapsiz jahannamdan, do'zaxdan. Mana shu 3000 yil qizdirilgan, qop qorong'i, milt akkan nuri yo'q.